Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Navbatdagi amaliy mashg'ulot mavzusi kasalxona xonalari havosining tozaligini gigiyenik tekshirish va baholash. Bu mavzuda biz kasalxonalarning havosini ifloslantiruvchi manbalari va uni tekshirish usullari haqida gaplashib chiqamiz. Kasalxona xonalari havosida hamma vaqt turli xil kimyoviy moddalar va mikroorganizmlar uchraydi. Kimyoviy moddalar palatalar havosida antropogen kelib chiqishga ega bo'lgan turli mahsulotlar ko'rinishida bo'ladi. Ammiak, vodorod sulfid, merkaptanlar va indol va boshqalar. Bundan tashqari dezinfeksiyalovchi kimyoviy moddalar va kichik konsentratsiyalarda bo'lsa ham dorivor moddalardan iborat. Kasalxonalar palatalari havosida tarkibidagi kimyoviy moddalar kichik konsentratsiyalarda bo'lganligi sababli o'tkir zaharlanishlarni keltirib chiqarmaydi, lekin bemorlarning umumiy holatiga ta'sir etib, bosh og'rig'i, toliqish sezgisi, kam quvvatlilik, uyquni buzilishi kabi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, kasalxona xonalari havosidagi antropogen ifloslanish tibbiyot xodimlarining ish qobiliyatiga ta'sir etadi va havodagi dorivor moddalar bilan ifloslanish tibbiyot xodimlarida allergik kasalliklarning shakllanishida ham asosiy omil bo'lib hisoblanadi. Kasalxona xonalarining havosida kimyoviy moddalardan tashqari havo muhitida patogen mikroblar va saprofit mikroorganizmlardan iborat bo'lib, ularning asosiy manbai bemorlar, tibbiyot xodimlari, bemorlar oldiga keluvchilar bo'lishi mumkin. Kasalxona havosining mikroblar bilan ifloslanishi katta gigiyenik ahamiyatga ega, chunki ifloslanish sharoitida bemorlar kasalxona ichi infeksiyasini keltirib chiqarish xavfi ortishi mumkin. Buni asosiy sababi bemor organizmi immunitet tizimi pasaygan bo'ladi va har qanday infeksion kasallikka beriluvchan bo'ladi. Havoning mikrobli ifloslanishiga katta ahamiyatga ega bo'lgan bo'limlar jarrohlik bo'limi, tug'ruqxonalar va bolalar bo'limi hisoblanadi. Shuning uchun kasalxona xonalarining havosining ifloslanishini muntazam ravishda sanitar bakteriologik nazorat qilish katta ahamiyatga ega. Karbonat angidrid gazi yashash va jamoat binolari havosini antropogen ifloslanish ko'rsatkichi sifatida baholanadi. Chunki bu gaz konsentratsiyasining ortishi chiqarilgan havo tarkibidagi karbonat angidrid gazini yuqori konsentratsiyasi bilan bog'liq hisoblanadi. Karbonat angidrid gazining konsentratsiyasining ortishi bilan bir qatorda havoning namligi va boshqa ko'rinishdagi antropogen kimyoviy ifloslanishlar hamda mikroorganizmlar sonining ortishi bilan boradi. Shuning uchun jamoat uylari va kasalxonalar havosi uchun karbonat angidridning konsentratsiyasi 0,1% gacha bo'lishga ruxsat etiladi va bu qiymatdan ortishi esa xona havosining yaxshi shamollatmasligidan dalolat beradi. Karbonat angidrid konsentratsiyasini aniqlashning bir nechta usullari mavjud bo'lib, biz shpris usulida aniqlashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 10 yoki 20 ml shpris va rang berilgan kuchsiz ishqori eritma. Karbonat angidrid konsentratsiyasini shpris usulida aniqlashimiz uchun biz shprisga rang berilgan kuchsiz ishqori eritmadan tortib olamiz. Ya'ni, agar shprisimiz 10 ml bo'lsa, kuchsiz ishqori eritmadan 1 ml, agar shprisimiz 20 ml bo'lsa, kuchsiz ishqori eritmadan 2 ml tortib olamiz va shprisni to'liq hajmigacha tekshiruvchi havo olinadi. Va shprisimiz 10-15 marta kuchli chayqatiladi, chunki shprisdagi olingan ishqori eritma havo tarkibidagi karbonat angidridni o'ziga yutib olishi kerak. Shprisdagi eritma rangsizlanmasa, shprisdagi havo asta chiqariladi, o'rniga yangi havo namunasi olinadi va yana chayqatiladi. Shu tariqa shprisdagi eritma to'liq rangsizlanib ketguncha davom ettiriladi. Shprisda olingan havo namunalari soni sanab boriladi va A harfi bilan belgilanadi. Xuddi shu tajribani tashqaridagi toza atmosfera havosi bilan ham bajaramiz. Buni B harfi bilan belgilaymiz va quyidagi formulaga qo'yib chiqamiz. Formuladagi 0,03% bu atmosfera havosidagi karbonat angidridning konsentratsiyasi. Havodagi mikroblar sonini aniqlashning bir nechta usullari mavjud bo'lib, bularga birinchisi sedimentatsiya, ya'ni cho'ktirish usuli, filtrlash usuli va Krotov apparati yordamida aspiratsion usuli, ya'ni bunda havo oqimini ovqat muhiti yuzasiga urilishiga asoslangan usullardan foydalaniladi. Sedimentatsiya usulidan foydalanganda ovqatli muhitga ega bo'lgan petri kosachasi tekshirilish joyida 3 daqiqaga ochiq holda qoldiriladi
So'ngra kosacha yopiladi, ag'dariladi va 24 soatga 37 gradusga termostatga qo'yiladi. Keyin kosachada unib chiqqan koloniyalar soni sanaladi. Bu usul yordamida 1 metr kub havo tarkibidagi mikroblarni sonini aniqlash imkon bermaydi. Shuning uchun bu usul xona havosidagi mikroblarni dinamikada o'zgarishini taqqoslab baholash uchun qo'llanilishi mumkin. Ya'ni bir kun davomida o'zgarishi. Bu usulni qo'llash uchun havo namunasini olish bir xil sharoitda bajarilishi kerak. Bir xil ovqat muhiti, bir xil joyda va namuna olish vaqti bir xil bo'lishi kerak. Filtrlash usulida havo tarkibida bo'lishi mumkin bo'lgan mikroblarni suyuq ovqatli muhitga olish ko'zda tutiladi va suyuq ovqatli muhitdan filtrlab qattiq ovqatli muhitga ekiladi va 37 gradusga 24 soatga termostatga qo'yiladi. Undan keyin koloniyalar soni sanaladi. Filtrlash usuli samarali emas, chunki vaqtni cho'zilib ketishiga sabab bo'ladi va o'z navbatida olingan natijalar aniq bo'lmasligi mumkin. Havoni mikrobli ifloslanishini aniqlashdagi eng yaxshi usul bu havo oqimini ovqat muhiti yuzasiga urilishiga asoslangan usuldir. Bu usulda Krotov apparatidan foydalanishimiz mumkin. Krotov apparati 3 ta asosiy qismdan tashkil topgan bo'ladi. Ya'ni qopqog'ida ponasimon teshikchasi mavjud bo'ladi. Qopqog'ini ochganimizdan so'ng uni asosida aylanuvchi disk bo'lib, aynan shu aylanuvchi diskka oziq muhiti solingan petri kosachasi qo'yiladi va havo hajmini belgilovchi reometri mavjud. Usulning mohiyati shundan iboratki, tekshiriluvchi havo muhiti Krotov apparati yordamida uni qopqog'idagi ponasimon teshigi orqali so'riladi va aylanib turuvchi usulga o'rnatilgan stolchadagi sterillangan ochiq oziq muhit yuzasiga uriladi. Havoni tortish belgilangan tezlikda amalga oshiriladi. Bu esa tekshiriluvchi havo hajmini aniqlashga imkon beradi va petri kosachasiga ekilgan mikroblarni biz termostatga 24 soatga 37 gradusga qo'yamiz va unib chiqqan koloniyalar soni sanab olinadi va so'rilgan havo hajmini hisobga olib 1 metr kub havoga qayta sanaladi. Sanitar qoida va me'yor 02/92/11 ga binoan, ya'ni davolash profilaktika muassasalarini loyihalashtirish, qurish va foydalanishga bo'lgan sanitar talab va me'yorga asosan operatsiya xonalarida, tug'ish zallarida 1 metr kub havoda mikroorganizmlarning umumiy soni operatsiyadan avval 200 tadan va operatsiya vaqtida esa 500 tadan oshmasligi shart. Hurmatli talabalar, bugungi amaliy mashg'ulot darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.